Assalomu alaykum. Hozir endi biz qiladigan ishimiz katta til modellari, ya'ni large language modellarimiz, ya'ni qisqartmasi LLM modellari haqida va ularni qurish haqida batafsil gaplashamiz. Yana uni qanday ishlatilishi, qayerlarda va misollarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda boshlang'ich tushunchalar va tayyor platformalar deganda biz mana birinchi LLM turli sohalarda qo'llaniladi. Ularda turli xil sohalar nima edi? Matnlarni generatsiya qilishda va matnlardan umumiy katta matn tekstlar bor. Masalan, kitoblardan yoki internetga kirib qaraydigan bo'lsak, biron bir mavzuda maqolalar yozilgan bo'lishi mumkin. O'shalar maqolalarni olganimizdan keyin ularni qisqacha mazmuniga nima haqida gap ketyapti, shu haqida 2-3 qator gap chiqarib beradigan modellar qurishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam AI da o'yin o'ynayotganda sizga maslahat berib turadigan, kamchiliklaringizni aniqlaydigan va sizga maslahat berib turadigan model qurishimiz ham mumkin. Yoki biron bir dastur ishlayotganda o'shanga qo'shimcha sifatida AI yordamchi ba'zi vazifalarni avtomatik ravishda siz bu yoqdan prompt berasiz va prompt berganingizdan keyin shu vazifalarga tayangan holda ishlab beradigan qismi bo'lishi mumkin. Keyin masalan ChatGPTlar bor va turli xil Gemini'lar bor. Shularga qarab bemalol matn generatsiya qilib beradigan, sizga javobingizga qarab. Mana ko'rinishimiz birinchi kirish qismida shu. Keyingisi LLM qo'llanish joylari shu. ChatGPTlar bor o'yinlarda. Keyin turli xil dasturlarga qo'shimcha AI agent sifatida qo'shishimiz mumkin. Keyin Hugging Face'da ham tayyor platformalar, ya'ni tayyor qurilgan modellar bor. Ya'ni bunda Llama bor, Qwen, DeepSeek modellari bor. Keyin Deep Learning modellarida bu turli xil qismlari bor. Ya'ni biz rasmlarni generatsiya qilishimizda, matnlarni olib, ularni rasm ko'rinishda yoki video formatga o'tkazishimizda keyin qo'llaniladi va bu hozirda ham unchalik muammo bo'lmay qoldi. Ko'payib ketdi modellarimiz ham. Keyingisi LLM, ya'ni large and katta til modellarining 4 asosiy vazifasi. Ya'ni birinchisi summarization, ya'ni komputatsiyani qisqartirish. Ya'ni bu summarization, ya'ni boshida aytganimdek, umumiy maqolalardan, kitobdan umumiy xulosa qilib chiqarib berish. Yani birinchisi matn holatida kiradi, turli xil format JSON yoki ya'ni boshqa formatda kirishimiz mumkin. Keyin prompt beradi va mana shu vazifalarni bajarish uchun kerakli nuqtalarni, tochkalarni olib olish uchun keyin LLM model ishlaydi. Qaysilarini olishimiz mumkin, qaysilari bizga ortiqchalik qiladi deb, keyin oxirida bizlarga tekst formatida chiqarib beradi. Keyingisi generatsiya, matn yaratish, ya'ni bu ChatGPT bo'lishi mumkin. Mana nima edi, Gemini bu, Claude turli xil matn generatsiya qilib beradigan, sizga prompt berasiz va shu promptiga qarab ichidagi har bitta so'zni aniqlab oladi va u shunchaki internet brauzerdan kirib ma'lumotni axtarib bizga kerakli shaklda chiroyligini chiqarib beradi. Keyin hozirgi versiyalarning ChatGPTlarni tagida zonalarni ham qaysi manbadan olinganligi haqida ham qo'yib ketgan. Ya'ni bu oson, mana shu manbadan olganimiz ishonchliligini bildiradi. Keyin translation, tarjima qilishlarda, masalan, boshqa tildan o'zbek tilidan yoki ingliz tiliga tarjima qilayotganda ham keyin qo'llaniladi. Har bitta so'zni va ularni bo'g'inlarga ajratib oladi. Keyin ortiqcha qo'shimchaliklar bor, o'shalarni ham ajratib olib hisoblaydi. Keyin ham QA, ya'ni savol-javob. Ya'ni sizning xotirani savol-javob qilinganingizda yoki ChatGPT bilan muloqotdagi oldingi ma'lumotlarni eslab qoladi. Masalan, matematik hisob kitoblarini bajarayotganingizda keyin bajarganingizda bitta natija beradi. Keyin buni qanchadir vaqtdan keyin kelib so'rasangiz, o natijani ham eslab qolgan bo'ladi. Hozircha shu. Endi keyingisi qo'llaniladigan yo'llari deep learning boshlang'ich arxitekturalarida, yana generatsiya qilishda, rasmlarni, obyektlarni aniqlashda ham qo'llaniladi. Turli modellar ishlab chiqarilganda, ya'ni keng tarqalgan transformatorlardan desak, transformerlardan aytadigan bo'lsak, mana rasmni ko'rishimiz mumkin. LLMdagi transformerlardan matn kiryapti. Keyin embedding position encoding, birinchisi uni mana raqamli ko'rinishga, ya'ni kompyuter ishlab o'zi bilan hisoblay oladigan darajada uni formatga o'tkazib oladi. Keyingisi encoder bloklar turli xil yo'nalishlarga beradi, ularni hisoblaydi, kerakli natijalarni oladi. Keyin esa decoder bloklarni aniqladi va u kerakli formatga o'tkazib oladi
mana output shakliga keltirib oladi asosda, keyin outputda esa bizlarga aniq bir shaklda keng tushunarli formatda chiqaveradi. Mana katta neyron tarmoqlarini qurishda, ya'ni LLM large language modellarini qurayotganimizda bizlarga albatta ko'p ma'lumotlar va matnli, tekstli ma'lumotlar kerak bo'ladi. Rasmlar bilan ishlatganmiz, u rasmlardan juda katta qismi kerak bo'ladi. Ularni bir-biri bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Va shunga yarasha foiz qism kam yoki ko'p bo'ladi. Yana misol ko'rinishidan Hugging Face tayyor modeldan foydalanadigan bo'lsak, mana transformersdan import qilib oldik pipeline ko'rinishida. Endi pipelineda ko'rinishidan tekst generatsiya qilib ber deyapti va qaysi modelligini aytyapti. Ya'ni bu Hugging Face bo'lgani uchun bemalol qaysi modelni shunchaki manzilni berib qo'ysak, avtomatik olib ishlataveradi. Mana Alpacom degan ekan. Mana shu model. Keyin text berdik. This produced an introduction following dataset with 52,000 examples obtained at a much lower cost, less than $500. In a preliminary study, the authors also found that the 52,000 generated data to be much more diverse than the data released by self-instruct. Bu matn bu ko'rinishda. Endi shu uzun matn bizda bu yerda ko'p bo'lishi mumkin. Biron bir maqola berib yuborishimiz ham mumkin. Va shu yerda esa summarizer qismi bo'ladi va bu yerda mas text qismini beramiz. Keyin qancha qismi chiqsin deyapti. Maksimal uzunligi 20 bo'lsin, undan oshib ketmasin deymiz. Keyin shu holatda input ko'rinishida chiqadi. Hozircha bizda shu. Keyingi qismida esa biz uni dastur qismini ishlab chiqamiz.